Tamam, o'ldirib tashlay debdi-ku, aya. Mana bo'laver, bu ham bo'laver. Mana deb chiqib turing, doktor ishlayapti. Apa, urdimi? Ana aypasini urdingizmi? Apasini Qur'onni Qur'on shunday betiga urdim. Assalomu alaykum. Yuqorida turuvchi organlar, men murojaatim shuki, nohaqliklarga barham topishni xohlagan holda video syomka qo'ymoqchiman. Hamma ko'rishini va hamma bilishini xohlayman. Men Jizzax viloyati Zomin tumani Qonkesi qishlog'ida tug'ilganman va shu yerda istiqomat qilib kelmoqdaman. Men 1999-yil 31-mart kunidan buyon shu yerda yashab kelmoqdaman. 2024-yil 5-may kuni meni onam va qo'shnimiz Mamadaliyev va Sanobar o'zaro janjallashib qolishgan. Bu jarayonda Narziyev Bahodir, ya'ni Sanobar opaning o'g'li janjalga aralashib katta mojaroga sabab bo'lgan. O'zaro janjal boshlangan paytida ikki ayolning o'rtasiga o'g'li Narziyev Bahodir kelib, bu janjalning o'zi asl sababi Mamadaliyev va Sanobar ikkita qoramolning bizning molxonamizda qamalganligini aytib keldi va biz buni inkor qilib, rostdan ham ularning moli bizning molga qo'shilmaganligi va biz uni mollarini qamamaganligimiz haqida aytganmiz. Bunga ishonmagan holda u janjal qilishni boshladi va haqoratli so'zlarni gapirib, baqirib ketdi va unga bu jarayonda, bu janjalga bexosdan yugurib kelgan Narziyev Bahodir meni onamni kaltaklab, onam va singlimni kaltaklab, onamni boshini 22 sm uzunlikda, 3 sm chuqurlikda ketmon bilan chuqur jarohat yetkazgan. Tamam, o'ldirib tashlay debdi-ku, aya. Mana bo'laver, bu ham bo'laver. Mana deb chiqib turing, doktor ishlayapti. Apa, urdimi? Ana aypasini urdingizmi? Apasini Qur'on shunday betiga urdim-da. Va qo'lini, o'ng qo'l kaft usti sohasini ochiq sinish, kuchli jarohatlanish, ya'ni ochiq sinish bilan shu jarayonda hushidan ketib, banisida o'zini ko'zini ochadi. Onam shu bilan 5-mayda shu holatga sababchi bo'lgan Narziyev Bahodir hech qanday chora ko'rilmaydi. 10 kun mobaynida onam banisida yotgan bo'lsa ham Ravshanov Islom uchastkovoyimiz hech qanday tushuntirish, ataga bitta tushuntirish xati ham olinmaydi. Bu Narziyev Bahodirga hech qanday chora ko'rmadi va uni bemalol bizning darvozamiz oldida bemalol yurganini ko'rib, nega bunga chora ko'rilmayotganligi haqida biz ham hayron qolgan edik o'sha paytlari. Va 2-3 kun o'tgandan so'ng Narziyev Bahodirning ukasi Narziyev Nodir dadamga masxara qilib mototsiklda to'xtab va mototsiklning signalini chalib, hech narsa qila olmaysizlar, baribir arizalaringni qaytarib olaveringlar deb dadamning jahliga 2-3 marotaba tegadi va dadamning jahlini chiqarish maqsadi bo'ladi. Bu jarayon 2-3 marta qaytariladi. Dadam juda bosiq va ma'naviyatli inson bo'lganligi uchun ularga javob qaytarmaydi. Dadam bizga bu holatni aytgan paytida men banisada edim, men apelist bo'lib qolgan edim. O'sha holat yuzasidan 10:00 portaliga ham murojaat qilganimizda bizga javob xati va Narziyev Bahodirga chora ko'rilmadi. Shu jarayonda 10 kun o'tar o'tmas Mamadaliyev Sobir bilan dadam Xo'jamberdiyev Xalqul bozorda uchrashib qolishadi va janjallashib ketishadi. Mamadaliyev Sobir dadamning o'ng oyog'ini bosib ketadi. Mashinasida o'ng oyog'ini bosib ketadi. Bu ham dadamga juda qattiq ta'sir qilganligi sababli uyga ketgandan keyin dadam juda asabiy holatda bo'ladi. O'sha paytida
meni ukam 2 kunlik smenlik ish jarayonida ishlaganligi sababli 2 kunlik smendan qaytayotgan edi. Telefonda gaplashgan paytimda esa o'sha kuni men telefonda Ihrom bilan gaplashgan paytimda juda bosiq va charchaganligi va uyga borib uxlashi kerakligi, uxlayman deb aytganini men hozirgidek eslayman va ukam bilan dadam uyga ketishadi. O'sha paytida chorshanba kuni taxminan soat 12-1lar atrofida edi. Uyga ketadi va men ukam uyga kirib uxlagan paytida dadam asabiylashgan payti ular hovlimiz darvozamiz oldidan o'tayotgan bo'ladi va sekin o'tayotgan paytida dadam yugurib tushadi va bu jarayonda qattiq travmalar oqibatida ularning o'g'illari asl jinoyatchilar ochiqda yurib dadamni mazax qilganligi oqibatida va hammasi birdaniga kelganligi va birdaniga bo'lib ketganligi sababli dadam ozgina ichib olgan bo'ladi. Nishon bobom bilan ichib olgan bo'ladi. O'sha kuni ichganligi haqida men bilaman. Birga o'tirib choyxonada ichadi. Ham ichib olganligi, ham psixologik travmalari bo'lganligi va kichkinaligidan tutqanoq kasalligi bo'lganligi uchun o'zini fiziologik jihatdan ham psixologik jihatdan ham o'zini yo'qotib qo'yadi va Mamadaliyev va Sanobar va Mamadaliyev Sobirni to'xtatib nega haqorat qilganligi, nega bunaqa qilayotganligi haqida so'raydi va shu janjal oqibati kelib chiqadi. Rayonda dadam pastga tushib kelib, darvozaning yonidagi devor yonidagi temir bo'lagini olib, o'zini boshqara olmaganligi va alkogol ichimlik iste'mol qilganligi sababli o'zini boshqara olmay qoladi va haqiqatdan ham 2 insonni hayotiga nuqta qo'yib qo'yadi va jahl ustida ularning mashinasini jahl ustida yoqib yuboradi va mashinaning signalizatsiya ovozidan ukam charchab kelgan holatda uxlab yotgan joyidan turib ketadi va dadamning oldiga keladi va dadamning oldiga yugurib tushgandan keyin bularni больницаga olib borish kerak, nima bo'ldi deb o'likni ko'tarmoqchi bo'lgan ko'tarayotgan paytida dadam ukamga aralashma, teginma deb ukamni turtib yuboradi va mashinani qizdirish maqsadida tepaga qaytib chiqib ketadi ukam. Va Turdiyev Sanjar ismli shaxs o'sha jarayonning ustiga kelib qoladi. To'xtagan paytida to'xtama, o'tib ket deb dadam gapirgan paytida nima bo'ldi deb o'sha guvoh bo'lib qolgan shaxslar 103 ga xabar berishadi va o'liklarni o'zlari olib ketishadi. Bu holatda ukamni hech qanday aybi bo'lmagan, lekin shu jarayonda ham shu aybsizligini ekspertizada ham oqlagan, hech qanday dalil isbotlar va hech narsa chiqmaganligi sababli ham, lekin ukam hozirda qamoqda yotibdi, lekin hech qanday aybi yo'q. Aybi shu signalizatsiya ovozidan uyg'onib ketadi va pastga tushib nima bo'layotganligini so'raydi. Hech qanday aybi bo'lmasligini bilib turib ham bitta tergovchining aybi va xatosi o'z manfaatini o'ylab meni ukamni dadamga sherik sifatida hibsda ushlab kelmoqda va hozir ham hibsda saqlab kelinmoqda. Biz shu paytgacha men video chiqazmaganimni, indamaganimni shu paytgacha saqlab kelganligimning sababi biz sud zalidan ukam aybsizligi uchun sud zalidan ozod qilinadi degan ishonchda edik. Haqiqatdan ham 100% aybi yo'q ukamni. Shu sababdan ham biz ishongan edik, ammo bunday bo'lmadi. Guvoh sifatida o'sha yosh bolachani guvoh sifatida olib borgan, yolg'on ko'rsatma berasan deb o'zini qarindoshi gap o'rgatgan, velosiped olib beraman deb. Ularni biz isbotladik. Yolg'on ko'rsatma berganligi haqida apellyatsiya jarayonidagi sudda onasi va o'zi kelib, haqiqatdan ham sudyalardan kechirim so'radi. Yolg'on ko'rsatma berganligi haqida u isbotlandi, yolg'on ko'rsatmaligi va guvohlikni bosim orqali berganligi uchun sudyalardan ham kechirim so'rab, o'z aybini bo'yniga oldi.
va ikkinchi shaxs o'zining qarindoshi bo'lgan Mamadaliyev va Qurniso ko'zining ko'rmasligini hamma bilar edi va daraxtlarning soyasida ko'rmaganligi haqida ham boshida aytib, lekin ukamga qarshi ko'rsatma, yolg'on ko'rsatma berganligi ham isbotlangan. Hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev, bizning murojaatimizni qabul qiling va eshiting. Biz ilojsiz qolib ketganmiz. Hozirda hayotimiz xavf ostida. Biz ko'chalarda sarson bo'lib yuribmiz. 5 ta qiz, hech qanday erkagimiz yo'q. Ya'ni dadam ham, ukam ham qamoqda yotibdi. Bizni boquvchimiz ham yo'q. Bizning hayotimiz nima bo'ladi? Hozirda meni singillarim maktabda, bittasi maktabda, bittasi maktabdan keyingi faoliyatini o'qishni davom ettirish kerak. Bizga hech kim hech qanday yordam bermayapti. Bizning hayotimizni ham o'ylashingizni va bizga yordam qo'llaringizni cho'zishingizni talab qilaman va so'rab qolaman. Prezident, nohaqliklarga chek qo'yishingizni xohlaymiz. Yoshlar, kelajak yoshlarning qo'lida deb aytasiz-ku o'zingiz. Ukam moliyada 3-kurs talabasi va zapravkada ishlar edi. Ishi, o'qishi qolib ketgan, nohaq, aybsiz qamoqda yotibdi. Yordam berishingizni so'raymiz. Bizning esa hayotimiz 5 qiz ko'chada qolib ketganmiz. Hayotimiz xavf ostida. Dadam haqiqatdan ham aybini tan olib qamoqda yotibdi. Lekin ukamni aybi yo'q, aybsizligini isbotlovchi dalillar, isbotlar ham bor. Bizga yordam berishingizni so'raymiz. Senganmi? Belgo beraman dedim. Ko'chalaringga 3 ta belgo beraman. Kim olib berdingmi? O'sha makinaga qo'rqasanmi sen? Qo'rqasanmi makinadan? Endi rostini aytasanmi yo'g'on? Endi rostini aytasan-a? Amakindan qo'rqmaysanmi? Hech narsa qila olmaydi senga. Belgi olib bermasa ham mayli. Olib bermasmi? Kerak emas belgi. Shundan keyin qo'rqib qolgansan sen. Hozir qo'rqyapsanmi? Hech qanday qilmaydi. Unda qo'rqmaydimi? Boshqa odam qo'rqma. Ular senga hech narsa qila olmaydi. Ota-onang bor, mana biz bor, o'qituvching bor. Qo'rqmaydi. Faqat endi shu katta kishi bo'lgani belgi beraman. Yosh bola uchgan. Shunday bo'lganda boshqani qilolmaydimi? Yolg'on gapirma, har doim rostini gapir. O'qituvching ham aytadi, har doim rostini gapirish kerak. Har doim aytaman. Yoshing gapirib kelsa ham rostini gapirishimiz kerak. Tepada Alloh bor. Biz hamma qilgan ishimiz ko'rib turibdi. Tushundingmi? Shunday bo'ladi. Endi maktabga kelasanmi? Har kuni dars qoldirmaydi. Dars qoldirmaydimi? Dars qoldirmaydimi? Kecha osmonga ko'ra oldim, Mazmun bo'ladimi? Uyda keyin ertadan boshlab chiqaverasizlar. Endi har kun, har doim maktabga kelib, yaxshi o'qib, faqat 5 o'qimaydimi? Kelajakda katta odam bor. To'g'rimi? Kelajakda kimni yoqsangiz? Kelajakdan Salda harbiy bo'lasan. Niyatingga yaxshi o'qish kerak bo'lsa, hamma fanlarni o'zlashtirish kerak. Sport bilan Shug'ullanish kerak, baquvvat, polvon bo'lish kerak. Shunga hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xolos. faqat endisida to'g'ri rost Rostini gapir, hech qachon yolg'on gapirma. Bosmat qilsa aytgan, menga shunaqa qilyapti. Bizga ayt. Ularga o'qituvchingga ayt. Dars qoldirmaydi. Baholar qanday? Baholar endi yaxshi bo'lyapti. Yaxshi bo'lyapti. qilganman o'zing ayt bolam, mana
Opchang turibdi, opchang. Aka turibdi. Kimlar bo'lasiz bilmayman. Sen ko'rganmisan? O'zing bilan. Ha? Kimni ko'rding? Qayerda borib qolding? Namangan'da bu. Kimni ko'rding o'sha yerda? O'sha yerdan Ha. xalqi bo'lishdi, supasini oldida turibdi. Ana shuni ko'rdim. Ihromni bu yerda umuman ko'rmagan. Men ham o'shani ko'rdim. Otda Bahodir keldimi, Nodir keldimi? Bahodirga keldi. Miltig'i bormidi? Xalqlar aka men seni o'ldiraman deb pichog'i bor edi, tayog'i bor edi. Pichog'i bilan tayog'i bor, ha? Uzun edi-da, qo'lidagi narsa. Men tepada ko'rganman-da hammasini nima bo'layotganini. Sen borolmaganligingni ham ko'rganman. Dadam o'sha pastda bo'lgan payt. Ikkita molingiz qaytarib kelib berganman. Ha, ikkita molim qayta o'zing aytyapsan, ko'rdingmi? Men senga ish buyurganman, o'shani qilishga ketgan bo'lgansan. Yo'qliqo buni ham tushuningda, bu ham qo'rquvda bo'lib qolganda salim. Men ham o'shani keyin qachon bildim, akam kelyapti, yangam ekanlarsi. Hozir uydan shunday yugurib chiqdimda, oyim ko'rmasa, akam bilan yangam kelyapti. Jonpo'lat, nega sen tuhmat qilyapsan? Seni men jo'natib yubordim-ku. Bor anida yonyapti bir narsa deb dedi. Keyin shunday o'tirib qolganman, haqiqatan ham bu ko'ribdi, ko'rgan bo'lsa aybiga yarasha jazosini olsin deb yuruvdim to'g'risi. Ana undan keyin haqiqatan ko'rmagani haqida yuragim boshqacha bo'lib ketdi. Sen ko'rmaganmisan o'g'lim? Yo'q. Ha? Uni aniq ayta olasan? To'g'ri ayta olasan? Xullas bular akasi telefon qilyapti Rossiyadagi. Agar o'sha gapni gapirmasang, biz sen bilan biz bordi keldim uzamiz. Yo'q, bordi keldi emas, bu yerda haqiqatni gapirish kerak. Ha, просто manligi odamman. Просто men bilan murabbiyman. Shuni men o'zidan so'raganim hozir, "Mana keldi, shu bolachani ko'rdim" deganiga gaplashchi dedim, "Bu bolacha ko'rmadim" deb aytibdi deganiga o'zidan bir so'ray dedim. Men bu yerda hech kim emasman. Shuning uchun o'zidan so'rayman. Menga qara, Ihrom akang tadbiri bor, qo'yadi. 20 yillik ketsa nima bo'ladi? Erta chiqib keladi u bola. Qo'y turib qo'ynaman. O'shani betiga qanday qaraysan? Ko'rmaganmisan o'g'lim? Betiga qarashda emas, sen o'sha narsani ko'rmaganmisan? Ko'rmaganman. Ko'rmaganmisan? Keyin Nimaga ko'rdim deb aytding? Yo'q, Qo'rqding? Kimdan qo'rqaysan? o'rgatdilar. O'rgatdi. Kim o'rgatdi? Ha? Yigiboy? Begim nima dedi? Agar aytmasang qo'rqdimi? bunga iltimos yo'qmi keyin? Opa, uni men hech kim emasman, men просто xolisman. Men просто so'raganim, nimaga qo'rqasizlar bu yerda borku, opa, agar qilgan odam bo'lsa, jinoyatiga yarasha jazosini olsin. Shunday to'g'ri. Men shuni tarafdoriman. Qilgan bo'lsa. Ha, Bu bitta oilada ha, to'g'ri. qilmagan bo'lsa, turib begunoh so'roq olib ketmasin. Men shuni hech kim emas, men qozi emasman, prokuror emasman. Men xolis odam, shuning uchun biroq so'ray, o'zidan ham boshqadan ham. Bu bolachani gapi bilan bir odam apa umri yo'q bo'lib ketdi. Shunday. Men borib to'g'risini gapir deb turib o'sha yerda nima qildim-da buni. Bir-ikki turibdilar masalan. Menga ammamlar ketma deyapti, sen yeganmisan deyapti. Men nimani yeyman dedim. Bu qizlar ko'rmagan bo'lsa, ko'rdimmi muxliqoslar? Yo'q, bir marta ko'rganmiz. O'sha sudda ko'rdim demaysiz-da. Ha, shunday. Xulqo men bir odam narsa yemaydigan ayolman-da, kerak ham emas hech kim narsa. O'zi o'lim to'shaydi erim, mana reanimatsiyada yotibdi hozir. Shuni otangga reanimatsiyada yotibdi, bolang qamatib yubormaylik, o'g'li qolma o'g'lim. Onangiz zo'rda ham. O'zidan o'zi bola masalan qilgan bo'lsa, o'zimiz qilgan yo'q. Opa, minnat emas, mana shularga men qo'limdan kelgan hech kim emas. Ha. Qo'limdan kelgancha xulqonda ko'ngilni ko'taraman, boshqa qilaman, qo'limdan hech nima kelmaydi. Ona yig'lab ko'zlari ishib ketadi. Muzaffarjon nima qilaman? Endi meni o'ziga suyanchiqdek bilib qoldi-da. Men просто so'ramoqchi bo'lganim, bu yerda bular haqiqatni gapirmasa, opa, bir yosh bolani umri xazon bo'lib ketadi. Ana shuning uchun buni aytganiga, ana shu bolacha bo'layotgan bo'lsa, shu bolacha ko'rgan, ko'rmagan, u narsani bu biladi, Xudo biladi. Ular shunga qarab hukm o'qiydi. Men shuning uchun bir so'ray, bilaychi, nima vaziyat? Shuni so'raganim. Keldim, boshqa menda bu yerda husumatim ham yo'q, boshqa ham yo'q. Yo seni majburlab ko'rmadim deb aytdimadimi hech kim? Ha? Sen o'zing ko'rgan narsani aytyapsan hozir? O'z boshi ham shunday degan, bunga keyin o'rgatganda men o'lik topib ketib, men o'yladim, mashinadan chiqib ketib, yonib ketdi deb o'ylamda. Umuman xayolimda yo'q-da o'yladim. Ko'tarildi, olib ketdim, bu o'sha yerda o'liklar ichiga borganda, bir to'da odamning ichiga bola borgan.
men bo'lmaganman yerda. Kechga kelganman. Nechaga kelganman esimda yo'q. Olib ketganman, shu o'ldi deb chiqarib yubordi. Ancha turdim beri qabulxonada. Men odamlik yuzasidan olib kelgan joyimda. Ikkalasiz deb kelgansiz-a? Yo'q, ikkalasi emas, bitta sana bergan kelganman, shoxsizib kelgan. Ikkita mashina ketgan. Bitta mashina ketgan. Sig'magan. Salamonim ekspertiza qilib tasdiqlab keldi. Men belbog' baylab turdim, keyin o'ligiga bordim. Ikkalasini ham ko'rib keldik. Ko'rgandan keyin bir boshlab telefonga bordim. Sen qaysi kuni aytdi u begim? Begim senga qaysi kuni tushuntirdi? O'lgan kuni aytdimi? Asli o'zim o'g'li ko'rganda o'ldirgan. O'zim o'g'li Xurshidamon keyin Umrmon ko'rmagan. Umrmon ko'rmagan-a? Ko'rmagan. Unga Burxon aytib ko'rgandi. Burxonlar Ey, yolg'onchi ular. Nimaga shuni gapini gapiryapsan yana? ko'rmagan. Ko'rmaganmi hech kim? Ko'rmagan. Mana shu narsani to'g'risini aytish kerak-da, bitta bolani umri xazon bo'lib ketmashi kerak. Ana u O'lgan o'lib ketdi-da. qilgan odam, qasd qilgan odam, misol uchun dadasi bo'layotgan bo'lsa, dadasi tan olib turibdi-da, qilgan uni, qaytib qilgan. Jazo olish kerak, bir oilani yo'q qilyapti. Lekin haqiqatan o'g'li yo'q bo'lsa, o'g'li yo'qligini aytish kerak bu yerda. Shunday. Men ana shu narsani so'ramoqchiman. Ertaga oxirgi sud deb bolasi debdi, srok olib ketsa, undan yomoni yo'q. Kim qiynaladi? Bu qiynaladi, onasi qiynaladi. Men har kuni Alloh biladi, mana bolam, mana o'zi yig'layman shu bola kirib ketmasin. 20 yilga farzand o'stiryapman, 3 ta o'g'il o'stiryapman. Dadasidan so'rang, mana ranasida yotibdi kirib. Har kuni shunga gapiraman. Siz mana shunday qilib bu tuhmat qilyapti, biz boshimiz baloga qol. O'ldirgan, o'ldirmagan taqdirda ham menga nima foydasi bor bularning? Umuman foydasi yo'q odamlar menga, to'g'risida aka. Men u bola umuman yomoniga ham qilmay, deb so'kmagan ham u bola. Men bu narsaga umuman aralashmagan odamman. Men prosta so'rab bu boladan haqiqatni so'rayapman. Hech yaliksiz. Men senga qattiq gapirmay boshqa qilmadimmi? Oddiy so'rayapman. Bu haqiqatni gapir. Haqiqatda nima bo'lgan? Agar bo'lgan bo'lsa, seni shu ko'rmaganman degan gaping bilan u narsa yo'q bo'lib ketishi mumkin. Nima o'g'lim? Ana shu narsani so'rayapman, bo'ldi. Hozir xudo deganimdek bulardan ularni uchratib qoldim, qarindoshlar. Ey xudo, shu bolani qanday qarindoshini topsam ekan deb. Ana uni kim yozib bergan endi yanga? Uchastkoviga. Nimani yozib? Biz uylanga borgan ekanmiz-da. Qachon? Men ham shunga hayronman. Biz borib sizlar uylang bilmasak, sizlar uylanga boribmiz-da. Anaqa qilibmiz, urush chiqaribmiz. Agar bu uni qilmasa, jon bo'ladida aytibmiz-da. Qaytarib olasan bergan onangni arizangni deb, guvohligingni ham qaytarib olasan, bormaysan sudga deb biz to'qma anaqa qilishapmiz. Shunday qildimi jon? Urushibmiz buni. Kim aytayapti shuni? Uchastkoviga borgan ariza. Uchastkoviga Kim yozgan bo'lishi mumkin? Shuni hech kimga aytmadi. Biz tanib tashlar ekanda. O'shani kelgan Bahodir akaga aytdik. Shunga sizlarni ustlaringni yozib bergan bo'lsa kerak. Shuni bahona qilib almashtirib, tuhmat qilib yozib bergan. Sizlar tarafga nima borgan? Ya endi ko'rishgandi ish bilan. O'zi qurilish qilib yotibdi. Qurilish muassasalaring o'shaning uchun borgandir-da. U odamni men ko'rmaganman ham. Bu bilan so'rashibdi, jon payqangiz dadang yaxshimi debdi shu. Endi bu shuni ko'rdim deganda, endi sizlar hozir yaxshilab. Yo'q-da, ranmasada shu ko'rib ketaman deb keldim. Qachon boshlanding? Ancha bo'ldi. Ranmasada mas'ulku deyman-da. Oyog'im kes jiringlardan yonida. Ertaga sud bo'ladimi yana? Sud bo'ladimi? Ha, ertaga oxirgi sud deyapti, soat 2 da deyapti. Oxirgi sud. Ular ham boradimi? Agar hozir mana aytgansiz, agar ko'rsatma beradigan bo'lsangiz ko'rsating. Buni chaqiradi-da. Endi bitta iltimos hech narsam yo'q-da, men to'lov qo'yadimmi, bo'ynimga boshqa qo'yadimmi? Endi yolg'on. Ular to'lov qo'yadi deyapsizmi? Ha, guvohlik bergani uchun. Nima desam bo'ladi? Xullasda, tushunib turibsiz-ku, bitta yerim mana Ranmasada, to'g'risi bor dalada ishlab akangiz nechinchi yilsiz? 88 mi? Ha, siz o'rtog'ingizni ko'rgani kelaman. To'g'risida peshonamdan nima o'tgan o'zim bilaman boshimda. 3 ta bolam bor. Mehrom akangga tuhmat qilayotgan bo'lsang, aytib har kuni yig'layman. Mana o'zim ko'zim. Jon bo'ladi.
yana kim bor guvohlik beradigan? Buni momosi borda. Xullas ko'rmaganlik haqida yangam ham bor. Buni haqiqatan ko'rmaganligini isbotlab beraman. Onam ham bor. Onam ham aytgan. Ko'rmagansan-ku dedi. Rosa urishdi buni. Ona opamni urishib haydab chiqarib yubordi opamni. Keyin men urdim. O'zimga onam. Hozir telefon qilyapti, o'sha Ehrom degan bolamga qamalib ketmasin, men jonimni tikaman shu bolaga deb. Yosh deb rosa men yig'lab aytdim-da, hali yosh bola u dedim. Ya men bilan hech qanday nimam yo'q, u bolam kirsa salomaligi bor edi. Ko'rsa yanga yaxshimisiz deb o'taring bolaydi. Xulqiga gap yo'q bola demoqchi. Ertaga chaqirsa, qani qaytadan. Sen mana shu hozir aytgan gapingni qaytarib aytirasan, bizga aytgan gapingni o'g'lim? Ha? Ko'rmaganingni aytaversanmi? Yo ayta olmaysan? Aytaman. Aytasan? Shu bu qo'rqqani nima?